Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz sizlar bilan judayam ajoyib chiqadigan tovuq qanotchilarini tayyorlaymiz. Bunaqa mazali chiqadigan tovuq qanotchilarini siz Toshkentning o'sha mashhur Ahmadjo'ja kafesida ham yemagansiz. Keling, uni birgalikda uy sharoitida tayyorlaymiz. Buning uchun kerakli bo'ladigan masalliqlar: 1 kilogramm tovuq qanotchilarini olamiz va uni tirnoqlaridan tozalab tashlaymiz. Men saxovat tovuqlaridan ishlatdim. Ustidan 10-12 qoshiq soya solamiz. Ustidan yog' solamiz. Oddiy yog' yoki bo'lmasa olivkovoy masla solsanglar ham yanada yaxshi chiqadi. Ustidan tuz sepamiz, kashnich urug'i sepamiz, so'ngra paprika sepamiz. Achchiq va shirinidan aytgancha chesnok solish ham esinglardan chiqmasin. Bu judayam ajoyib ta'm beradi taomimizga. Ustidan asal solib, yaxshilab aralashtirib, 1 soatga, kamida 1 soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Shunda tovuqlarimiz yanada sochni chiqadi. So'ngra ularni duxovka podnosiga terib olamiz. Ustidan xohishga ko'ra kunjutlarni sepib olamiz. Sepmasanglar ham bo'ladi va 25-30 daqiqaga 230 gradusga duxovkamizga yuboramiz. Judayam ajoyib taom chiqadi. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyalaringizni va layklaringizni kutib qolaman. Barchaga yoqimli ishtaha!